Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun ancha vaqt bo'ldi, video qo'yolmadim, vaqt bo'lmadi. Men shu apparatimizni birontaga foydasi tegib qolar, telefon ustalariga deb shu apparatni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz va ochib ko'ramiz, ichida nimalar bor. Bu universal ekan. Androidda ham, Samsunglar, iPhone'larda ham batareyasi nolga chiqib qolsa, masalan, zaryadda o'tirib qolsa, telefon yonmay qolgan holatda zaryadlab berish qobiliyatiga ega. Va ichida ikkita kabeli bor. Bu blokdan olinadi. Bu oddiy zaryadchika ulasa ham bo'ladi. Mana bu yerga ulanadi. Shu yerga ulanadi va ishlaydi. Bu yerda bu universal bo'lgani uchun Samsung ham bor, Oppo ham bor, Realme ham bor, Android ham bor, plus iPhone ham bor. Zaryadlashga yaxshi vosita, olishni tavsiya qilaman. Va hozir batareykani ulab ko'ramiz. Batareykani uladik. Mana 3 volt, 43 volt zaryadi bor ekan. Va endi buni zaryadlash uchun mana buniga pelsga minusga olaymiz. Va 5 voltda turibdi. Va mana bu apparatimizga ulaymiz. Uladik va zaryad olishni boshladi. Bu masalan qancha miqdorda 50% zaryadi bo'lsa, mana 1 volti, shuning masalan zaryad to'liq yo'q bo'lsa, shunga qarab zaryadlashni boshlaydi. Bu tepadan pastga qarab zaryadlaydi ekanda, shuning uchun bunda ko'tarilib ketaveradi, zaryadlayotganini bilsa bo'ladi. Va shu bilan videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, foydasi tegan bo'lsa, kimda qanday savollar bo'lsa berishim mumkin. Mana bu yerda barcha turdagi
telefonlarda zaryadlash mumkin. Ben 170 ming oldim. Kimga ma'qul kelsa olib ishlatishim mumkin, tavsiya qilaman. Bu universal apparat. Buni olsalaringiz ancha ishlaringizni osonlashtirib beradi. Rahmat, videoni ko'rganingiz uchun. Videoga bitta like bosib ketingizlar va obuna bo'lib qo'yingizlar. Bundan foydali va videolar chiqishini davom etadi. Sizlardan поддержка, mendan yaxshi, foydali va videolar chiqarishni davom etamiz.